Assalomu alaykum barchaga. Videoni bitta savol bilan boshlamoqchiman. Dunyodagi eng kichkina davlat qaysi? Albatta siz Vatikan deb javob beradigan bo'lsangiz, siz aniq adashasiz. Sababini videoda tushuntiraman. Bu Verdis Respublikasi. Bu davlatga 2019-yilda avstraliyalik dizayner Daniel Jackson tomonidan asos solingan. Bu davlat Xorvatiya va Serbiya o'rtasidagi ozod hududdan tashkil topgan va bu davlatning nomi ham Verdis Ozodlik Respublikasi. Verdisning o'zining bayrog'i, fuqarolik pasporti, gerbi, fuqarolari va o'zining daxlsiz chegarasiga ega. Bu davlatning aholisiga keladigan bo'lsak, bu yerda 400 dan ortiq aholi istiqomat qiladi va bu 400 dan ortiq aholi 15 mingta xohlovchilar orasidan tanlab olingan. Uning rasmiy pul birligi yo'q, ammo u yevrodan foydalanadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlardan hali hech qaysi bir davlat bu davlatni rasmiy davlat deb tan olmadi. Ammo agar bu tasdiqlanadigan bo'lsa, bu dunyodagi eng kichkina davlatga aylanadi va tasavvur qilishingiz uchun Vatikandan 80 marotaba kichkinaroq davlat bo'lishi mumkin va bu qanaqadir anti-rekordlarni yangilaydi. Videoning so'ngida sizdan so'rab qolardim. Daniel Jacksonni kichik hudud, katta g'oya va buyuk kelajak hashtagi ostida qo'llab-quvvatlashinglardi.